Bunga qarashim kerak. Biz bugun juda ham muhim marosimda ishtirok etyapmiz. Zo'r bo'lsin-da hammasi. Bahodir do'stimizga baxt tilaymiz. Ilohim baxtli bo'lsin. Sizga qarab gapirmoqchi. Kameraga qarab. Sizga I love you. Assalomu alaykum hurmatli Bahodir Nizomov YouTube kanali obunachilari va kelajak avlod Bahodir farzandlari, umuman hamma biz bugun juda ham muhim marosimda ishtirok etyapmiz. Shahar markazidagi nufuzli restoranda bugun Bahodir va Dilorom xonlarning nikoh oqshomi oldidan merimiy marosimi, hamma do'stlar, birodarlar, kursdosh, sinfdoshlar, xullas eng yaqinlar bugun mana shu joyga kelishgan va yosh oilaga 2 yoshga bugun mana shu video orqali o'zimizning tabriklarimizni izhor etamiz va siz mana shu video orqali tarixdagi unutilmaydigan, qaytarilmaydigan muhim jarayonni kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Tayyor bo'lsanglar, boshladik. Xo'sh, o'rtoq, tabrikli marosim, xursand bo'ldim eshitib. Dilorom bilan baxtli bo'linglar iloyim. Hammasi zo'r bo'lsin, Bahosh, sizni yaxshi ko'ramiz hammamiz. Baxt, omad zo'r bo'lsin-da hammasi. Bahodir ukam baxtli bo'lsin, kelinimiz bilan xursandmiz. Har doim mana shunaqa xursand bo'lib yursin. Bugun kun uchun xursandmiz. Vashi biza uzoq kutilgan kun bo'ldi bugun. To'y boshlandi. Vashi xursandman. Baxtli bo'lgan. Boshlang. Bunga qarashim kerak. Nima desam bo'ladi? Turoliyman. Bahodir aka, sizga kattakon baxt tilayman. Baxtli bo'linglar. Sizga qarab gapirmoqchi. Kameraga qarab. Chiroyli baxt tilayman. Kelinglar, chiroyli hayot kechiringlar. Yaxshi farzandli bo'linglar. To'xtang, boshqadan gapiring. Yeting, boshqadan Va nihoyat bugun uzoq kutilgan kun, shuncha yil kutdik. Iloyim baxtli bo'linglar. Nima niyat qilgan bo'lsanglar, hamma o'ylagan intillaringizga yetib yurib, biz har doim yaxshi kuninglarda, yoninglarda bo'linglar. Sizlar uchun adashib xursandmiz. Uyda xondan ham kelamiz. Chiroyli baxt tilayman. Kelinglar, chiroyli hayot kechiringlar. Yaxshi o'g'il-qizlar bersin. Biz sizlarning baxtinglarni ko'rib xursand bo'lib yuraylik. Siz uchun juda ham xursandman. Bu kunni hammamiz orzu qilib kutdik, uzoq kutdik. Assalomu alaykum barchaga. Hozir bizda hammamizning kayfiyat juda ham zo'r. Juda ham yaxshi tasirlanib turibmiz. Barcha yaqinlar, qaysidir ma'noda oila a'zolarimiz deb atasak ham bo'ladi. Chunki bugun akamiz Bahodir akani va hamda Xudo xolisi bo'lajak kelinoyimiz Dilorom xonlarni yaxshi bir go'zal kunlardamiz. Xudo xolisi ularga baxt tilaymiz, omad tilaymiz. Xudo xolisi tez kunlarda mana shu jamoa bilan hech kim kamaymasin, balki ko'paygan holatda birgalikda farzand kutib olish niyatida yaxshi bir kunlarda mana shu bir jamoa bilan birgalikda o'tirish nasib qilsin. Bahoga tabriklayman, umringiz uzoq bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Abdush yaxshi ko'ramiz. Yurakdasiz, to'ylar bor bo'lsa, sizga I love you. Aka baxt tilayman, kelinim bilan baxtli bo'ling. Hammanglarga rahmat. Muhabbatim meni boru yo'g'im, muhabbatim meni tushim olgan, muhabbatim yuragimda cho'g'im, muhabbatim sen borsan toki men ham baxtiyorman hayotdan.
Bu Dinora ham o'rtoqlar mana o'rtog'ida tanishinglar bog'chaga olib kelib qo'ygandek bo'ldi. Bu Matluba, Rushana, Umish, Oybina ayollari, Sevinch, Dilasova, bu kelinimiz Zulfiya. Yashagasan yurakdan sen borsan toki men ham baxtiyorman hayotdan yonimda bo'lmasang ham yashagasan yurakdan Xullas o'rtoqlar, xush kelibsizlar hammanglar. Bugungi ajoyib bir tadbirimizga biz bir hafta davomida tayyorgarlik ko'rdik. Mana shu katta davra yig'ilishi uchun. Chunki hammamiz ich-ichimizdan kutgan kun bugun. Bahodir uylanishini o'zidan ko'ra ko'proq biz ham kutgan edik. Tabriklaymiz. Baxtli bo'linglar. Diloromxon va Bahodir umringlar uzoq bo'lsin, qo'sha qaringlar, hamma ezgu niyatlar. Agarda imkoni bo'lganda shunday yuragimizni ochib ko'rsatardik, sizlarga qanaqa addushi baxt tilayotganimizni. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolisa addushi degan va bu prosta boshlanishi, xamirchidan patir, hali to'yni ham cho'tga o'tkazamiz. To'yda mana shu sostav polniy davrani chiqmay o'ynaydi, raqsga tushadi. Baxtli bo'linglar. Sizlar uchun ichaman. Rahmat, men ham ichaman. Sen uchun. Hop, o'rtoqlar, so'z navbati Rushanaga. Marhamat. Dadam. Nima desam ekan? O'rtoq, endi har doim shunaqa baxtli bo'linglar. Iloyim, чтобы все у вас было. Давай я лучше на русском, давайте. Давайте. Я хочу пожелать вам счастья. Потому что это так важно, когда у тебя есть вот половинка. Это очень важно. И в этот момент может твоя жизнь изменится в лучшую, в другую сторону, понимаешь? Я очень рада, что ты нашел такую прекрасную девушку, красивую. Очень рада за вас, правда. Я так хочу, чтобы у вас все было всегда отлично. Пусть будут детки. Будьте самыми счастливыми на свете. Matlubaga marhamat. Rahmat dila sizga. Men eshitdim. Endi Shunda hamma hayajonda ekan, men ham hayajonlanyapman. Matlubani eshitamiz. meni qiynamang, xo'jayin. Zo'ra gapsiz. Hojona. Baxtli. Boshladi. Yo'q, men hozir gapiraolmayman. Past. Tillalarni chiqar. Yo'q, men gapiraolmayman. A bosh gapirsan. O'chi. Bu qo'lingizni ham bor ekan baribir. Ладно, Tashmandoliga taqmabsan. tilaklardan bo'lsin. Marhamat Matluba. Baxtli bo'lsin, baxtli bo'lgan. Haqiqiy juftingni topibsan. Xursandmiz. Oxirigacha bo'linglar. Yaxshi o'g'il qizlarni dunyoga keltirish nasib qilsin deydimi, nima deydi? Endi ozgina hayajon bor, kesib tashlaysizlar-da. To'yda o'tadi. Hali ham bilmaysiz nima gapni. Voy, Harakatda yursang kunma-kun. gapirma. Rostdan baxtli bo'lgan. Uzoqroq gapir. Yo'q, endi gapira olmayman-da, hayajonlanyapman. Yur. Xursandmiz. O'zimizga o'xshagan, chiroyli qiz kelganiga, safimizga, singil kelganiga xursandmiz. Oxirigacha bo'linglar. Davlatlar.
bo'ladi. Avjiga chiqdim bo'ldi. O'sha joyimda to'xtatib narxini emas Ha, $3,500. O'g'il tuqqanimga olib beruvdilar. karat deb qo'ysak. 15 karat, 15. Kuyov bola Bahodir Nizomov, kelinimiz Diloromxonga maxsus tuhfalari bor. Topshirish jarayonlarini ko'ramiz. Qarsanglar. Qarsang yana. As the chemicals that take us high. Xochini edi malizda. Bunaqa qilmagandek hech kim. Birinchi marta qilyapmiz. Birinchi marta. O'sha hammamiz bilgan qo'shiqdagi asosiy geroinya Qizalog'im qo'shig'idagi Qizaloq Migaxonga marhamat, bular gapiradilar. Baxtliman, chiroyli baxtliman. Buni ham shunaqa dedim. Bunchalik ko'paydi bo'ldim. Nima so'zlarni oling bu? Sen yodlagin dedimmi? Aytmadingiz, bo'lmasa bu narsa yodlab kelardim. GPTga yoz. Yozdim chiqmayapti. Bilyapman, hayajondasan, lekin menga yoqyapti shu. Yoqdi bor. Sevib yashaylar har doim. Sevib yashaylar. Biz sizlarni ko'rib har doim xursand bo'lib yuraylik. To'ylarni yaxshi o'tkazib olinglar. O'tkazib olaylik. Hayajonlanib ketyapman. Nima deyishni bilmayapman. Hamma aytding. Ertamiz Samsunga kelasanmi? Yig'lab yuborasiz, o'ylaysiz. Подружка nevesta bo'laman. Не только kelaman. Bo'ldi. O'zimiz o'tkazmasak bo'lib kelsang bo'ldi. Ay, sevib yashaylar, chiroyli hayot kechiringlar, har doim kesaverasiz. Baxt tilayman. Счастье, чтобы Maruscha gapiring, mana. Gapir, shuni aytmaysan boydan biri. Говори. Желаю огромной любви, красивой жизни совместной. Sizlar uchun juda ham xursandman. Biz bu kunni hammamiz orzu qilib kutdik. Bunaqa merimida foydam beryapman, birinchi marta o'tirishim. Rosa xursandman, неожиданно. В основном rejalashtirilgan bo'lardi. Merimida, lekin bugun haqiqiy syurpriz bo'ldi hammamiz uchun. Siz bilan tanishib, bizga qo'shilganingizdan xursandmiz hammamiz. Tabriklaymiz. Biz yaqindagina juda ham fayzli to'yda qatnashdik, Oybek akamizning to'ylarida va opamiz yangi kelinlar, xush kelibsiz, xursandmiz. Mana shu katta davrada siz ko'rganimizdan yangi yosh oilaga tilaklaringiz marhamat. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Nima desa bo'ladi? Shu ikkita yoshi baxtini tilaymiz. Baxtli bo'ling. Qo'sha qaranglar, har doim yuzinglardan shunaqa tabassum arimasin. Yana ko'p shunaqa yig'ilishlar bizga nasib qilsin. Endi keyingi safar to'ylarda shunaqa yig'ilamiz. Shu, baxtli bo'linglar. Shunaqa xursandchilik kuninglarda yoning xursandchilik kuninglarga sherik qilganingiz uchun rahmat. Rosa ham bir-biringizga o'xshab ketar ekansizlar. Men o'xshatdim rosa ham. Ilohim baxtinglar ham shunaqa chiroyli bo'lsin. Ahilchiligimiz yo'qolmasin. Ilohim baxt tilayman, baxtdan taxt tilayman, shirindan shakar farzandlar bersin. Nimaga niyat qilgan bo'lsanglar, Allohim ortig'i bilan bersin. Bizni doim yoningizda turaylik.
baxt tilayman, umringlar uzoq bo'lsin, baxtinglar butun bo'lsin, chiroyli, shirindan shakar farzandlar bersin. Bunaqa kunlarni ko'pini ko'rib, baxtli yashaylik. To'g'risini aytsam, nima deydi? Silishkim, nima intizorlik bilan kutganmizda bu kunlarni. Diloram endi to'g'ri qabul qilasiz bu narsani, biz qanaqadir surpriz qilib, niyat qildik. Asosiy maqsad tanishtirish. Nima deydi? Barib keyinchalik hammanglar barib ko'rishasizlar-da. Nima deydi? Biz siz ham o'rtoq bo'lishinglarni xohlaymiz. Har doim biz bilan kelib emas, o'zingizlar alohida uchrashib ham o'rtoq bo'linglar. Nima deydi? Olib keladigan yubosh. Ha. Sami glavniy baxtli bo'linglar. Eng glavniysi. Nima deydi? Qolgani hayot davomida ketaveradi-yu. Shirindan shakar farzandlarning ota-onasi bo'linglar. Sani farzandingni qo'limga olish eng katta orzularimdan bittasi. Nima deydi? Qo'limizdan kelgancha, imkonimiz qadar har doim o'lguncha birgamiz, go'rgacha birga boramiz. Baxtli. Nima deyman? Chunki hamma xar o'zim ham hayajonlanib ketyapman endi. Turaymi, o'tiraymi? Mikrofon yaqinlashgan so'ng. O'tib ketyapman. Bos. Bahodir o'rtoq, tabriklaymiz. Baxtli bo'ling. Kelinim bilan vali-juvali bo'ling. Yaxshi kunlarimiz shunaqa ko'p bo'lsin, har doim o'rtog'im aytgandek, har doim yig'ilib, oqibatimiz har doim ahli bo'laylik. Shunaqa kunlarimiz ko'p bo'lsa, eng yomon shunaqa bo'lsa, eng zo'ri to'ydek bo'lsin, Xudo xolasa. Ketma-ket farzandli bo'lib, Xudo xolasa hammani Alloh omadini, baxtini bersin. Baxtliimiz chin dildan. Rahmat. Rahmat. Inshaalloh. Yoshga baxt tilayman, shirindan shakar farzandlar tilab qolaman. Yosh oxirigacha birga bo'lishsin. Baxt tilab qolaman. Ura! Gapirmagan. O'zimga o'zim. O'rtoqlar. To'yda ham yonda mikrofon bo'lishini kelishganmiz Navoda. Ha, o'ynamaganni mikrofonda baqirib chiqartirib turaman. Hammani to'yda o'ynaganman yoki tug'ilgan kunida o'ynaganman, Navoda. Qaytarasizlar shuni to'yda. O'ynayman to'yda. Irimga bo'lsam, chunki hammasi o'ynamagan uchun men xijolat bo'lganim uchun o'ynadim-da baribir. Keyin gap eshitmaydi. Bugungi kunimizda yig'ilganingizdan, mana shunaqa o'tirganingizdan men juda ham xursandman, ochig'i kutmagan edim. Nima deydi? Baxtli kunimizda birgasizlar. Ukam bilan mana ayoli. Bundan keyin endi tanishib qo'ying deyapman Nobodoga. Hammamizda ahilchilikda, mana shu ukalarim, o'rtoqlar, do'st yorlar har doim yaxshi kunimizda mana shunaqa birga bo'lsanglar, biz addushiga xursandmiz. Bu bizani ilk kunimiz. Sizlar bilan tanishuv endi Diloram anaqasida. Nima deydi? Ochig'i xursandmiz. Kelganingizga rahmat aytmoqchiman o'rtoqlar. O'zimga o'zim baxt tilayman. Sog' bo'ling, baxtli bo'ling. Shu qatori siz ham Diloram. Sizlar baxtli bo'ling, Bahodir bilan nima deysiz? Siz ham Bahodir bilan baxtli bo'ling. Kelganingizdan xursandman. Yonike. Biz kutdik sizlarni, xursandmiz. Rahmat. Qatnashayotganingizdan marhamat. Rahmat, kattakon. Bahoka, tabriklayman yana bir bor. Juda ham kutilmagan kun bo'ldi bugun. Kutmadim, rostdan ham. Неожиданный bo'ldi. Juda ham chiroyli o'tiribmiz. Rahmat sizga. Sizlarga от души asosiy baxt tilayman. Sevishib nima anaqada nimadirlar. Shundaylar qarang. Sevib. Nima desam ekan? Asosiy baxt tilayman sizlarga. Rahmat sizlarga. Juda ham zo'r gaplar bo'ldi. Bahodir aka, hozir hammani bitta-bitta ko'rib chiqyapman-da, hech kimda anaqa emas. Nimadirlar desammikan degan narsa yo'q. Nima qalbiga kelsa, sizga nima xohlasa avtomatik tarzda chiqarib beryapti. Men hammani kuzatyapman. Bu juda ham katta baxtda. Ya'ni
eng kerakli paytda san uchun chiqadigan har bitta yaxshiga bu juda katta narsa. Ya'ni men bunaqa deyishim kerak, men bunaqa deyishim kerak demasdan, mana shu vaziyatda kim nima gapira olsa va hammasi yaxshilikka xizmat qiluvchi yaxshi tilaklar tilayotgan juda ham katta baxt. Birinchi o'rinda shu baxtga musharraf bo'lganingiz bilan men tabriklayman. Mana shu yaxshi kunda yaqinlar bilan birga bizni bitta jamoaga yig'ishga sababchi bo'lganingiz uchun rahmat. Juda ham bir zo'r gaplar bo'ldi. Avvalambor hamma gapga qo'shilaman. Juda ham samimiy gaplar, qaysidir vaqtda odam ko'ziga yosh keladigan gaplar ham bo'ldi. Hamma yaxshiliklarga tilakdoshman. Xudo xolisi bunaqa o'tirishimizni jamoa bilan bir oila bo'lishi juda ham ko'p bo'lsin. Ya'ni bir yilda bir marta emas, juda ham ko'p takrorlansa hamisha yaxshi bo'ladi. Mana shu birgalikda hech kim jamoamizni shu safimizdan kamaymasin, ko'paysinki, lekin hech kim kamaymasin. Hammani o'rni borligidan juda ham xursandman. O'sha boya aytganingizdek, masalan, bularni kelishini rejalashtirib kutildi. Bu zo'r narsa. Ya'ni hammani o'zining o'rni borligi insonning hayotida bu juda ham katta narsa. Shu o'rinda sizni hayotingizda biz ham o'rnimiz borligidan men juda ham xursandman. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. O'zi aslida qancha ko'p gapirsiz juda ham kam. Shunga siz ham xush kelibsiz. Xudo xolisi akamiz bilan baxtli bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Xudo xolisi ko'p farzandlaringiz bo'lsin. Kelajakda necha yildan keyin hammamiz bolalar bilan ham ko'pchilik bilan o'tirishib hammamizga nasib qilsa, ya'ni farzandlar bilan birga. Xudo xolisi qadamingiz qutlug' kelsin. Va yana bitta narsani tilayman, o'sha shu vaqtgacha shou biznesda san'atkorligi, xonandaligi yozgan qo'shuvlaringiz aynan sevgi oila bo'yicha, masalan, sevgimiz boshqacha, shunga o'xshab minglab qo'shuvlardagi barcha yozgan so'zlaringiz hayotingizga mujassam bo'lib, o'zingizning hayotingizda takrorlansin. Shuni tilayman. Da, tabriklayman. Tabriklayman. Rahmat. Normalniy bo'ladi. Afan. Hozir Avash aytgan deydiga Rush bilan MC Doni ular chet el deydi. Bitta o'rtoqlikda qatorimizdan xato bo'lmasligi uchun ularni kutdik. 10-chislova bo'lishini. Rahmat o'rtoqlar. O'sha kelganingizdan xursandmiz. Nima deydi? Har doim chaqiramiz endi, mana endi o'tirishni boshlagan. Yo'qda qolsa. Faqat shu ishlab o'tib ketib qoldi, faqat ishlayveramiz. Rosa xursand bo'ldim. Kelayotgan Christmas muborak bo'lsin deb boshlasam. Qanaqadir meni o'ylashimcha, tam qaynonam qanaqa bo'lar ekan deb fikr yuritsa kerak-da, baribir hozir qaynona kelin mavzusi o'tadi-yu. Men bitta narsani aytishim mumkin, bashti hammamiz Bahodan ham ko'ra onalarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Shunaqa zalotoy ayol, shunaqa qo'llari pazanda, shunaqa muloyim, shunaqa fayzli, juda ham yaxshi ayollar. Shuning uchun Baho haqida bilmadim-ku, no qaynonangiz zalotoy ayol. Shuni ayta olaman. Javob bera olmayman. Onamga rahmat rostdan ham. Onamni bilasizlar o'rtoqlar. Men o'zimga o'zim aytib qo'yaman-da, qaysi savoblaringiz uchun meni Xudo sizga yozdi deb qo'yapman. Keyin meniki, sizniki ham ko'p ekan shekilli dedilar. Menimcha-da ikkalamiz ko'p savob yig'ib o'tib ketganmiz. Missiyamiz shu bo'lgan menimcha. Inson chiroyli tug'dilar, rohatini bila ko'radi. Poptonim deydi. Shunaqa gaplaringga o'zim ham qo'shilaman. Onam rostdan ham zo'r insonlar. Mana uni Zulfiyadan so'rasanglar ham bo'ladi. Chunki mana uyimizda qizi, bizda qiz yo'q. Zulfiya birinchi qiz bo'lib kelgan uyimizga. Endi o'rtoqlarimiz sizdan oldin kelgan bo'lsa ham bular ketadi. Faqat o'tirishlarda, anularda. Shaxsiy onam haqida so'rasanglar, mana Zulfiya gapirish mumkin. Zulfiya. Umid. Umuman urishmaydilar. Har doim yordam beradilar. Umuman urishmaydilar ham, koymaydilar ham. Rosa yaxshi odamlar. Umuman qo'rqmang. Yo'q, baribir odam qo'rqadi-da. Men ham qo'rqqanman. Menga ham aytishgan, yaxshilar dishgan. Baribir ham hamma kim o'zini oysini yomonlaydi-da, qo'rqqanman. Lekin rostdan ham juda ham yaxshilar. Ha, oyjondan emas, o'g'illaridan. Ben Botir akamni yaxshi ko'rgan ekanman ko'proq. Oyjonni yaxshi. Voy rostdan
umuman behazil juda ham yaxshilar, lekin juda ham mehribonlar. Hamma narsa yordam beradilar. Hech qachon urushmaydilar. Ular rizo bo'lsin. Ular rizo bo'lsin. Повар специально bugungi o'tirishimiz uchun специально такой barbekyu qilgan. Обязательно tatib ko'ringlar. Juda ham zo'r chiqqan. Undan keyin rasmga tushmadik o'rtoqlar. Bitta rasmga tushishimiz kerak, общий rasm. Esdan chiqmasin. Eng keragi. Undan keyin programmamiz davom etadi. Hozircha barbekyuni kutamiz. Qarsa keling. Zimdan boqaman asta, kuylarim sizga dasta. Yil o'tibdi bir pasta, sizni sog'inib keldim. Yuzlari chiroyligim, ko'kda to'lin oyligim, mehrlarga boyligim, sizni sog'inib keldim. Zimdan boqaman asta, kuylarim sizga dasta. Yil o'tibdi bir pasta, sizni sog'inib keldim. Yuzlari chiroyligim, ko'kda to'lin oyligim, mehrlarga boyligim, sizni sog'inib keldim. Kunday, tunday hayot o'tar, oyday, yilday vaqt o'tar, borday, yo'qday umr o'tar. Kunday, tunday hayot o'tar, oyday, yilday vaqt o'tar, borday, yo'qday umr o'tar. Video boshlandi. Как мама? Нормально. А чё нет? Bilib olganlarimsiz, dilda qolganlarimsiz, kuylab topganlarimsiz, sizni sog'inib keldim. Bahodir do'stimizga baxt tilaymiz. Ilohim baxtli bo'lsin. Qo'sha qarisin. Shirin shakar farzandlarni ota-onasi bo'lib yurish nasib qilsin. Baxt, omad hamisha yor bo'lsin. Uyaltirmaylar, men unaqalar gapira olmayman. Mashhurlikka eng yaxshisi shu bo'ladi. Al-Hazar. Bu счастлив от души. Xudo xolisa to'yingda maza qilamiz. Yaxshi ham borsiz. Xudo xolisa обязательно. O'yin kulgu. У меня дети. Soat 3da kelganmiz. To'rda. To'rda tayyorgarlik boshladik. Endi turamiz desam, sizga xat bo'lmaysizmi? Yo'q, nega? Manga farqi yo'q. Конечно, если у вас... Не. Kayfiyatimiz va kuchimizni asosiy to'yga olib qo'yishimiz kerak. Bir soat 3da bo'tga kelib podgotovkani boshlaganmiz va 3,5 soatdan beri shodamiz. Shuning uchun turamiz. Charchadim deb turamiz, menimcha hech kim xafa bo'lmaydi. Bu repetitsiya edi. Eng asosiysi hammamiz tilaklarimizni bildirdik. Yoshlar baxtli bo'lishsin. Yoshlarmi? Yoshlar baxtli bo'lishsin. Baxt tilaymiz, sog'-salomat bo'linglar, nasib qilsa. Hali ZAGSda ham ko'rishishimiz mumkin. Обязательно shunaqa to'polon qilib, keyin nikohda ham polni, navkar, kechi polni, tam ertasi kuni kuyov oshi hammasida birga bo'lamiz. Navkarga qizlar kelish. Qani bitta ilohi amin.
Oybek aka, Davay, Oybek aka. Yaxshi to'ylar bo'lsin. To'ylar bo'lsin. Hammamiz birga yig'ilib turib, oqibatimiz yo'qolmasin, muhimi. Har doim Bahodir yaxshi kunlar bilan hamma kunimiz yonida turib, chiroyli o'tsin, to'ylar qaysi o'tsin. Alloh baxtligini bersin, omadligini bersin. Ayzimiz shunaqa yo'qolmasin. Kelganingizdan xursandmiz.